Bugun sizlar bilan insult kasallarimizga qaraydigan, yonlarida bo'ladigan, eng ko'p yonlarda bo'ladigan odamlarning ko'p qiladigan xatolar to'g'risida gaplashamiz. Bu xatolarning birinchisi insult patsientlarimizni juda ham to'g'ri yaxshi ko'ramiz, yaqin insonimiz ko'p erkalab olishligimiz, ya'ni nima desa xo'p bo'ladi deb qilib, ovqatni ham kerak bo'lsa yedirib qo'yib, o'zi harakat qila olishi mumkin, ikkinchi qo'li sog' bo'lishi mumkin, yo'q o'ziga tashlash o'rniga hamma narsasini bizga tashqaridan yordam beraverishligimiz bu eng katta xatoyimiz hisoblanadi. Bu patsientimiz уже o'rganib qoladilarki, o'sha etsam qilib berar ekan degan narsagada o'zlari harakatni juda ham chetga surib qo'yadilar, yotishga o'rganib qoladilar, dangasa bo'lib qoladilar, keyin ularni turg'izishasi ham qiyin bo'ladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi u bemor bilan o'sha invalid nogironday muomala qilishadi. U bemorga psixologik ta'sir qiladi. Bo'ldi, men nogiron ekanman, o'sha o'lib ketganim yaxshi ekan deb tushkunlikka tushib qolib, bu yana ham turishini og'irlashtiradi. Nimaga? O'sha unga keraksiz odamdek qaralgandan keyin u nima qiladi? Hech qanaqa narsa qo'ldan kelmayapti, o'zi harakatlanish cheklanib yotgan bo'lsa, u miyada o'ylaydiki, ya'ni holi qolganda yig'lab tushkunlikka tushib, yana asabiylashib, povtor insult o'tkazib qo'yish xavfi bor. Yetmaganiga tushkunlikka tushib qolgandan keyin yana ham og'irlashib ketadi, u harakat qila olmaydi, o'sha harakat qila olmagandan keyin o'ldirib ola qolgan deb Allohga ham noto'g'ri nolalar qilib qo'yadi. Bu ham ikkinchi xato hisoblanadi. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu asosiysi desak ham bo'ladi. Uchinchisi, reabilitatsiyaga kelganda ko'pchilik finansiy pulini qizg'anib qo'yishadi. Bu qizg'anishligi sababli qo'l oyoqda tonus bo'lgandan keyin ertaga kechroq bo'lsa ham tushunib yetishadi reabilitatsiyadan boshqa yechim yo'qligini. Unda o'sha boshida ishlatmoqchi bo'lgan pullardan kerak bo'lsa 2 karra, 3 karra ko'proq pul ishlatishlariga to'g'ri keladi, chunki o'sha qo'llari tonus bo'ladi. Uni ishlash uchun boshida 1 oy, 2 oy vaqt ketadigan bo'lsa, endi 3 oy, 4 oy kerak bo'lsa 5-6 oy vaqt ketib qolishi mumkin. Reabilitatsiyani kechiktirgandan keyin reabilitatsiyamiz tuzalish uzoqroqqa cho'ziladi. O'shani hisobiga ham boshida imkon boricha reabilitatsiyani boshlash kerak. Qancha vaqtli boshlansa, shuncha asoratsiz tuzalib ketishlari ehtimoli ko'proq bo'ladi. Buni insult bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'lsin, shu narsa tezroq tuzalib ketishlariga balki siz sababchi bo'lib qolarsiz.